Dasturimiz davom etadi. Transport nazorati inspeksiyasi xodimiga pora taklif qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda inspeksiya matbuot xizmati xabar tarqatdi. Unda aytilishicha, transport nazorati inspeksiyasi avtomobil va suv transportida nazorat Navoiy viloyati hududiy bo'limi inspektorlari Karmana tumanidagi Samarqand yo'l patrul xizmati maskanida havo avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda, avtotransport vositasidagi Turkiya davlatidan ro'yxatdan o'tkazilgan tirkama bilan harakatlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Inspektor tomonidan avtotransport vositasi hujjatlari tekshirib ko'rilganda, haydovchi huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi davomida haydovchi yonida bo'lgan va o'zini yukning egasi sifatida tanishtirgan fuqaro inspektorga 800 ming so'm pul taklif qilib, chora ko'rmaslikni so'ragan. Fuqaroga ushbu harakatlari jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi tushuntirilishiga qaramay, fuqaro yuqoridagi harakatlarni davom ettirib, xodimning xizmat vazifasini olib borishga to'sqinlik qilgan. Inspektor holat yuzasidan transport nazorati inspeksiyasi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ul xodimga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Hamkorlikda tashkil etilgan tezkor tadbirda fuqaro 800 ming pul mablag'idan 500 ming pul mablag'ini inspektorga pora tariqasida berayotgan vaqtida prokuratura va ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari hamda xolislar ishtirokida qo'lga olingan va tegishli tartibda jinoyat ishi ochildi.